Menga o'xshab qorayib qolgan banandan nima pishirishni bilmayotganlar uchun kozinak retsepti. Buning uchun bizga bitta banan, tuxum, oq kunjut, shakar yoki zahir zeminsil kerak bo'ladi. Bananni yaxshilab ezib olamiz. Ustidan tuxum chaqib, zahir zeminsilimizni solib olamiz. Yaxshilab aralashtirib bo'lgach, kunjutni ham ustidan solib, yaxshilab bitta massa bo'lguncha aralashtiramiz. Kunjut odam organizmiga foydali bo'lgan yog'lar va oqsildan tashkil topgan bo'lib, judayam sog'lom ovqatlanishda o'tirgan odamlar uchun foydali hisoblanadi. Duxovkamizda listini olib, ustiga pergamin qog'oz qo'yamiz va qoshiq yordamida dumaloq shaklchalar yasaymiz. 200 gradusda qizib turgan duxovkaga 15-20 minutda pishirib olamiz. Bu shirinligimiz menga o'xshab shirinlikni judayam sevuvchilar uchun ham foydali, ham mazali desert hisoblanadi. Sizlarga esa yoqimli ishtaha.